Birinci ayının 24 günü Kanada Konservativlar Partiyasının Sayı Taşqı Ministri Michael Chong ve Konservativlar Partiyası Xalqaro Taraqqiyot ve Kişilik Hüquq bölümünün Sayı Ministri Garnet birleşme bayanat e'lon qilib, Xitayning Uighur musulmonlarga qarshi kollektiv qirg'inchilik qilganligini e'tirof qildi hamda Kanada Konservativlar Partiyasining Xitayning Uighur ve boshqa musulmonlarni qirg'in qilishidan qattiq andisha qilayotganligini ifodaladi. Bayonotda mundaq deyildi: Kanada Xalqaro Kişilik Hüquq Tarmoq Komiteti qatorliq bir qism organlar ve 2 navbatlik Amerika hökuməti hozir Xitay hökumətinin insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilik ve boshqa jinoyatlarni sodir qiladiganligi to'g'risida yakun chiqardi. Bu kollektiv qirg'inchilik nupusi sistemalik kontrol qilish, jinsiy zo'ravonlik ve keng ko'lamli tutib turishni o'z ichiga oladi. Bayonotda mundaq deyildi: Şuna biz Trudeau hökumetini Biden hökumeti bilan birlikte Xitayning Uyg'urlarni kollektiv yo'qotishni rasmiy e'tirof qilishga chaqiramiz. ئەنگىلىيەيەھۇدىيلار jamiyatining rahbarlari Angliya hökumetidan Beijingning Uyg'urlarga qaratilgan bostirish harakatini oxirlashtirishni talab qilmoqda. ئەنگىلىيەيەھۇدىيلار vakillar kengashining raisi Mari van der Zel bosh minister Boris Johnsonga xat yozib mundaq dedi: Biz Yahudiylar jamiyati uni Yahudiy qirg'inchiligi bilan selishtirishda hamisha ikkilanamiz. Ammo hozir yuz bergan ishlar 30-40 yillarda natsist Germaniyasida yuz bergan ishlar o'tirsida o'xshashlik bor. Muhafizatchilar gesining xabariga qaraganda, Yahudiy tashkiloti Uyg'urlarga qaratilgan bostirishlarni bugungi dunyodagi eng chong kishilik huquq tajovuzchiligi deb qaragan. İlgilenişçe Yahudiy Kişilik Hüquq Təşkilatı Renikasen, Şarkı Türkistan'da lagerlarga qamalgan Uyghur ve başqa milletlerinin vaziyetiga diqqat tortish uchun Yahudiy qirg'inchilikni xotirlash munosabati bilan dinlar aro dialog faoliyati o'tkazmoqchi ekan. Xitay tarixida tunji qatim dengiz qirg'iqi muhofizat atirtining chet el paraxotlariغائوق chiqarishiga ruxsat qiladigan qonun ma'qulladi. Xitayning eng yuqori qonun chiqarish organi bo'lgan mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti yangi dengiz qirg'iqi muhofizat qonunini ma'qulladi. Bu qonun dengiz qirg'iqi muhofizatchilariga barliq zarur vositalarni ishlatib chet el paraxotlarining tahdidini oldin olish huquqi beradi. Qonunda yana qaysi sharoitda qaysi qurollarning ishlatilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bundan başqa, dengiz qirg'iqi muhofizatchiligiga Xitoy egilik huquq talab qilgan dengiz savarligidan chet el paraxotlarini chiqarib o'tish va zarur tepilganda vaqtliq cheklangan rayon qurish huquqi berilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bu qonunning xalqaro qoidalarga mos keladiganligini aytgan. Amerika bilan Xitoy orasida Tayvan jiddiychiligi kun sari kuchayotadi. Xitoy urush aeroplanini Tayvanga yaqinlashtirgandan keyin Amerika Tayvanni qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi va bir avomatka guruhini Janubiy Xitoy dengiziga avatdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoyning Tayvanni o'z ichiga olgan qo'shinlarini qo'rqitish urinishidan andish qilyapmiz deyildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price e'lon qilgan bayonotida Beijing hukumati Tayvanga qaratgan harbiy, diplomatik va iqtisodiy besimini oxirlashtirishga va demokratik saylam orqali hokimiyat beshiga kelgan Tayvan vakillari bilan suhbatlashishga chaqiriq qilingan. Bayonotda mundaq deyilgan: Washington Tayvan bilan bo'lgan aloqasini davomli kuchaytirish bilan bir vaqtda Xitoy bilan bu orol davlati o'rtasidagi tinch hal qilish chorasini qo'llaydi. Interpolning tutish buyruqi tizimiga kirgan va Osiyodagi eng chong zəharətkeçisi deb atalgan kanadalik zəhərlik chekimlik xo'jayini Shijeli Amsterdamda qo'lga ilingan. Osiyo Tinch okeani asos qilgan jinoiy ishlar tashkiloti Samgorning rahbari 57 yoshli Shijeli Amsterdamdagi Schiphol aerodromida Kanadaga uchadigan aeroplanga almashayotganda soqchilar tarafidan tutib ilingan. Gollandiya davlatlik jinoiy ishlar razvedka organi uning oldingi juma kuni Avstraliya soqchilarining talabiga binoan qo'lga ilinganligini e'lon qildi. Avstraliya soqchilarining so'ziga qaraganda, bu davlatga atkas qilingan zaharlik chekimlikning 70% shi boshchiligidagi qora guruh tashkiloti Samgorning mas'uliyati ekan.